O'sha 7 yil oldin kelganingizda nima kasalliklaringiz bor edi? Vahima, qo'rquv, asabiylashish, bosh og'rig'i, badjahllik, qabziyatlar bor edi. Ana o'sha kasalliklar o'sha kelganingizda sog'ayib ketuvdimi? Boshqa joyga borib sog'aydingizmi? Nima bo'ldi o'sha to'g'risi aytib bersangiz iltimos. Sizni darsingizda ilmlaringizni, o'rgatganlaringizni o'rganib sog'ayib ketdim. Vahimadan 3-4 kunda chiqib ketdim. Bosh og'riqlardan 2 kunda, asabiylashishlardan ham 2-3 kunda chiqdim. Qolgan darslaringizni, ilmlaringizni o'rganib, o'zlashtirib oldim. Qabziyat qanday bo'ldi? Qabziyatlar yaxshi. O'z vaqtida kelyapti. O'zgarishlari yaxshi. Asabiylik qanday bo'ladi? Asabiyligi juda badjahl bo'lar bo'lmasga jahllarim chiqib ketaverardi. O'sha 7 yildan burun yana kasal bo'ldingizmi? Biror joyda davolandingizmi? Yoki shundan beri sog'lom yuribsizmi? Qanaqa bo'ldi? Aytib bering iltimos. Sizni ilmlaringizni o'zlashtirib olib, undan keyin men kasal bo'lmadim. Sog'-salomat yaxshi yuribman. Shundan beri sog' yashayapsizmi? Sog'-salomat. Hech narsa bezovta qilmayaptimi? Yo'q. Malades. Oilaviy munosabatlar, oiladagi ahvollar qanday bo'ldi? Oilamdagi nimalar hammasi yaxshilikka o'zgardi. Yaxshi tomonga o'zgardi. O'g'il qizlarimga ham yaxshi o'rgatdim, o'zgarishdi ham. Rahmat sizga. Odamlar dori-darmonsiz sog'ayishga ishonolmaydi. Odamlar o'ylashadi, Ahmadjon Hasanov aldaydi, bo'lmagan gap dori-darmonsiz sog'ayib bo'lmaydi deydi. Men odamlarni aldar ekanmanmi? Yo'q, aldamas ekansiz. Ana shu sizni ilmlaringizni o'rganib, u o'z ustida ishlasa, dori-darmonsiz ham yashasa bo'lar ekan. Rahmat. Qisqasi, sog'-salomat yashab yursa bo'lar ekan. Kelib ketganingizga xafa emasmisiz? Yo'q, men roziman. Bundan oldinlari qancha xarajatlar qilganman, million. Kasalxonalarda davolangansiz. Kasalni vaqtincha tuzatishar ekan, umumiy organizm sog'lom yurishini tuzatishmas ekan. Siz bundan chiqdi, endi kasal bo'lmaslik yo'lini o'rganib olgansiz, to'g'rimi? Topib